싸게 내놓으면 빨리 나가겠지. 그치, 맞아. 근데 적정선이라는 게 있잖아. Mana mana shu 03 mashina ham sotilar ekan. Bu yoqda Niva mashina sotilar ekan. Nexus mashina sotilar ekan. Xullas bu yog'i shara-bara bo'lib ketdi. Shundan qachon? Nech pul degani u? 9 oxirgi narxi. Xo'p, 109 ming qo'yib beramiz a. Yana yashayman degan odamga o'zingizlar kelishtirib berasizlar. Bo'ladimi? Zo'r qurgan ekansizlar, biz ham zo'r qilib reklama qilib odamlarga ko'rsatib beramiz. O'zimga qanaqa talashsam, siz uchun ham xuddi shunaqa savdoni talashib qo'ydim. Bu yoqqa endi kelib o'zingiz savdolashadigan joyingiz qoldi. 6 sotixli uchastkamiz 109 ming so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Eng yaxshi tarafi ikki tomonni ko'cha. Ikkita ko'chaning o'rtasida joylashgan. Xonadon egalari boshqa shaharga ko'chib ketishayotganligi sababli uyni sotishyapti. Uyga qo'shib mashinalar ham sotuvga qo'yildi. Uchastkani narxini 109 ming belgiladik. Yana tepasida ozgina kelishtirib beriladigan joy bor. Manzilga keladigan bo'lsa, Toshkent viloyati Xalqobodda shu uchastkamiz joylashgan. Bitonkadan 2 kilometr yurib kelar ekansiz. Egalarning raqamini videoni ostiga yozib qo'yaman. O'zingiz aloqaga chiqib shu uchastkani baraka qilib olishingiz mumkin. Arzon uchastkaga yerlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.